Marg'ilonliklar bitta gapiradi, men bilaman, gapiga javob beradigan bolalar, lekin Toshkentliklar ham bitta gapiradi. Andijondagi Armada zavodimizning g'ishini, okey, shunaqa sifatini xalqqa ko'rsatib berish uchun keldim. Okey, shu g'ishlarni xudo xolasa, mana hozir 24960 topib kelishdi. Xudo xolasa, okey, tezlikka emas, sifatga o'ynaymiz. Tezlikka ko'pchilik o'ynamayapti, okey, sifatga o'ynaymiz. Sifat bilan. Mana shu okey fasadlarini cho'tki qilib, Ustunabjon akam taniysiz. Ustunabjon akamga o'xshab, okey, diagonallarni hamma yo'q cho'tki qilib terib bersangiz, qanchada terib berasiz, okey, primerni? Primerni 10 kun. 10 kuni bo'ldi, okey, xudo xolasa men 10 kun vodiyda bo'laman, 10 kunda kelaman, okey. Ko'raman, agar sifat cho'tki bo'ladigan bo'lsa, okey, $200 addushi men o'zim sizlarga primer tashlab ketaman. Bu okey, hech qanaqa o'yin qimor emas, o'zim addushi. Faqat sizni qilgan ishingizni okey, men shundoq videoga olaman, postimga joylayman, okey. Ishingizni ko'rishadi, vodiylik okalar ham misol uchun sizlarga uy qurdirishadi-da, ham sizlarga tekin reklama bo'lyapti, okey. Ham ishingizni, ham bizning ishni ham ko'rsatib beryapsiz. To'g'rimi? Sifatli qilib beramiz. Aloqaga chiqishaversin. Armada zo'rg'ish. Joningiz sog' bo'lsin. Sifati zo'r. Okey, har bitta ishingizni ko'rsatib borasiz. Zo'r bo'lsa ishingiz okey, 10 kundan keyin kelib $200 men addushi sizlarni xursand qilib ketaman. Gap. Marg'ilonliklar bitta gapiradi, men bilaman, gapiga javob beradigan bolalar, Marg'ilonlik bolalar, lekin Toshkentliklar ham bitta gapiradi. Okeylar, eslab qolinglar, bizda g'ish bor.